Ha, shuncha gapdan keyin kiyinib qaytib ketyapsiz? Ishim chiqib qoldi. Unda sen ketsen, men ham ketaman onamniki. Uyini yelkam chuquri ko'rsin. Ya qora jentirada Maftuniyda hali 4-etajda turgan. O'sha kelgan kecha. Yo'q, a? Ya, Sardor, bir minutga qarab ol. Hormaylar, yaxshimisizlar? Ha, rahmat. Kecha domni boshlang, ko'tardilar-a. Uyda ish qilib butun idish qoldimi? Hozir kelib turibsan, baqir-chaqir bo'lyapti ertalabda. Nima bo'ldi o'zi? Endi har bir xonadonda ozgina tushunmovchilik bo'lib turadi-ku, o'rtoq. O'zi sen lattasan. Xotinni boshingga chiqarib olgansan-da. Agar sen uylansang, mana unga o'xshab rolni xotiningga berib qo'yma, ha? Bo'lsa bo'laman, xotin qilib bo'lmayman aka. Xotin qilib. O'zi xotining qanday gapirchi? Sizlar nazlarda xotin qilib bo'ladigan bo'lsa, men xotin qilib bo'la qolay. Men ishga shoshayotgandim. Yaxshi o'tiringlar. Xotin qilib. Bunaqalar xotinni chizgan chizig'idan chiqarmaydi. Alloh. O'sha Maftunanchi nomeri yo'qmi senda? Bor. Bormi? Ber. Xotinim jonimga tegdi. Telefonim titiklaveradi. Bu xotin zotiga tushunmayman. Parolni almashtirsam bilmayman. Qayerdandir topib titiklaydi. Qulog'im tagiga bir ko'rib yubordim, arazlab onasiga ketib yubordi. Nima qilaykin shu xotinni? Qizi shunaqa o'zgarib ketganmi? Bo'lmasa men uylanmay qo'yaveraman. Hozirgi xotinlar shunaqa bo'lib ketdi. Tars javobni berib yubordi, boshqasiga uylan. Mana Shokiram ras ajrashib yubordi. Sening xotining shunaqami deb gapir. Nima jim turibsan? O'tgan safar mahallada so'rasam ham indamading. Gapiraver endi. O'tgan safar mahallada so'raganingda oila sirini ko'chaga olib chiqmayman-ku. Ajrashib ketdim, begona bo'ldi. Endi gapiraver endi. Endi tem bo'lib begona ayolning sirini qanaqa qilib aytaman? Sen iftorlikka deb chaqirding, odam go'shtini yeyishga deb chaqirmading. Bunaqada men ketdim. Sardor? O'zicha achchiq qilib ketaveradi. Landovor, latta. Gapiralmashini qaranglar, gapirsin. Tilini qisib qo'yganda buni. O'zicha odam go'shini. Aqlli. Tuzur gapirarmikin deb og'ziga qarab o'tirsa, mensimasdan chiqib ketdi bizani. Qo'shmaylik, shuni qo'y. O'tgan safar gap aka, ajrashgan bo'lsam xotindan o'lgudek qo'rqadi. Qarang, gapira olmay o'tiribdi.